5 vaqt namoz o'qiganlar menen tahajjud namozi o'qiganlarning o'rtasida emne ayrımı var dese, İslam olimlari aytadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Allohu akbar deb. İnson chaqirib atadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Hayya alas salah. Namazga kelgile deb. İnson chaqirib atadi. Allohning so'zi bilan biroq inson chaqirib atadi. Tahajjud namozga Allah o'zi chaqirib atadi. Qarag'lar. Hal min mustaghfirin aghfirlah. Kechirim so'ray turganlar bo'lsa kechira salayin deb Allah shunchalik kutadi deb atadi. Allah chaqirib atadi. Hal min sa'ilin u'tilah. Tilengenler var. Perzent tilesin. Din soluk sorasın. Mansap da sorasın. Dünya da sorasın. Emne sorasa birem hazır deb Allah Taala vada qilib atadi. Buga Allah Taala chaqirib atadi. Tahajjud bilan 5 vaqt namozning ayirmasi shu. O'shaning uchun islom olimlari aytadi. Tahajjud namozini o'qib жатқан